Ular libos uchun terlashga jazm qilisha olmayapti. Ancelotti ketsin. Futbolchilar o'z libosi uchun ozgina terlash kerak. Bunaqa o'yin bilan seshanba kuni bizga 5 ta urishadi. Ustingizdagi libosni uyat bilan kir qilyapsizlar. Bu shunchaki uyat. Lukas, keta qol. Endi iloji yo'q, og'ayni, keta qol. Har doim shu gap. Yakshanba kuni biz uchun muhim o'yin bo'ladi va u keraksiz futbolchilarni tushiraveradi. Men xafaman. To'g'risi xafaman. Ular hatto uyimizda ham yaxshi futbol o'ynashmayapti. Murabbiyning ishi ham ko'ringani yo'q-e? Ha, men uchun shunday. Ancelottiga nima degan bo'larding? Hammasi uchun rahmat, lekin o'ylashimcha uning Madriddagi vaqti o'tib bo'ldi. O'z nihoyasiga yetdi. Hattoki biz muxlislar jamoada balans yo'qligini ko'ryapmiz. Zaxiradagi futbolchilar bilan yaxshiroq ishlash kerak. Ularga motivatsiya berish kerak. O'yinda doimiylik yo'q. Barselona har doim bir xil ritmda o'ynaydi. Yutadimi, yutqizadimi, lekin ritm o'sha. Hattoki meni nabiralarim ulardan yaxshiroq o'ynashadi. Ha, og'ayni, o'yinga bo'lgan munosabat juda yomon. Kastilyadan futbolchilarni chaqirsin, yo'q, u har doim bir xil futbolchilarni o'ynataveradi. Mayli, yoshlar yomon o'ynasin. Bu ketishda eng yaxshi futbolchilarimizni ham rasvo qilamiz.